Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugun sizlarni qiziqtirgan bir mavzuda suhbatlashamiz. Vebinarlarda, marafonlarda ko'p shunaqa savollar berardinglar. Bolalar telefonga o'rganib qolyapti. Nima qilsak bo'ladi? Bola injiq. Bolaga har narsani o'rgatsam ham hech narsani o'rganmayapti. Har narsa qilib ko'ryapman, hozir biladi, ertaga bilmaydi yana. Va hokazo. Mana shunaqa savollar berardinglar. Shuning uchun mana shu mavzuga qo'l urishga harakat qildim. Ya'ni bugungi mavzuyimiz gadjetlar va bolalar. Ushbu darsligimizga bir shior yozilgan, biriktirilgan. Bolam, men sendan telefonni qizg'onmayman. Telefondan seni bolaligingni qizg'onaman. Xo'p, ustozlar, mavzuga kirishdan oldin hammamiz o'z bolaligimizni bir oz ko'z oldimizdan o'tkazib olsak. Bizning bolaligimiz qanday kechgan? Men o'ylaymanki, ko'pchiligimizni, kattalarni bolaligi harakatda o'tgan. Gadjetlarni doimiy axborot qabul qilish vositasiga aylanib qolganligiga uzoq vaqt bo'lgani yo'q. Nari borsa 5-10 yil bu yog'ida gadjetlar shunaqa vazifani bajaradigan bo'lib qoldi. Uzluksiz axborot almashish vositasi. Lekin undan avval qanday edi? Aloqa vositasi edi. Undan avvallari faqat telefon qilib xabarlashish uchun, suhbatlashish uchungina foydalanardik. Endi bugun hamma narsa telefonda mumkin. Mini kompyuterga aylanib qoldi. Xo'p. Endi buni texnologik jihatdan, taraqqiyot jihatdan buni plyus tomonlari bor, ijobiy tomonlari bor. Lekin bugun sizlar bilan aynan bizning farzandlarimizning kelajagiga, ularning salomatligiga qanaqa jiddiy ta'sirlari bor, shu haqida gaplashamiz. Bolalardagi gadjetlarga tobelikni paydo bo'lish sababini bilish, uni bartaraf qilish choralarini ham anglashimizga yordam beradi, menimcha. Gadjetlarga o'rganib qolish birdan yuz bermaydi. Telefondan har kuni foydalanish natijasida, har kuni qisqa roliklarni ko'rish natijasida bola uzoq bilan bir haftada tobe bo'lib qoladi. Bu qanday yuz beradi? Buni hozir ilmiy asoslarni keltirib o'taman. Alloh inson miyasini shunaqangi bir tilsim qilib yaratganki, bizda bir refleks bor, tadqiqot refleksi deyiladi. Mana shu refleks bolalikdan mavjud. Biz hamma narsani ushlab, ko'rib, nima ekanligiga qarab, bolalikdan shunday qilib boramizda, bolalarga e'tibor beradigan bo'lsak, hamma narsani ushlab ko'radi. Tekshiradi, u qiladi, bu qiladi, pachoqlab ko'radi. Yangi o'yinchoq olib kelib bersangiz, uni bir pasda buzib pachoqlab qanday yig'ishni o'ylaydi. Xullas, tadqiq qiladi. Bu ayb emas, bu nuqson yoki bir yomon vaziyat emas. Ko'pchilik ota-onalar farzandlarini urishadi. Yangi o'yinchoq olib kelib bersam, darrov buzasan deb, hokazo. Aslida bu o'sha tadqiqot refleksini ishlashini ko'rsatayotgan bo'ladi. To'yis bu nima hisobiga yuz beradi? Mana shu tadqiqot refleksi bizga har doim ma'lum bo'lmagan biron bir yangi lavha, yangi o'yinchoq, yangi bir mexanizm, v общем, bizning miyamizga noma'lum bo'lgan bir yangi narsani ko'rganimizda miya o'sha narsani o'rganishga harakat qiladi. Nima ekanligini. Nima uchun o'rganadi? Buni sababi quyidagicha: insonning hayoti xavf-xatar va xavfsizlik o'rtasida kechadi. Shuning uchun inson birinchi xavfsizlikni birinchi o'ringa qo'yadi. Va har bir yangi narsani o'rganishga bo'lgan refleks men uchun xavfli yoki xavfsizligini aniqlash uchun bo'ladi. Ya'ni inson o'zi uchun o'sha yangi narsa hayoti uchun xavflimi, xavfsizmi? Shuni o'rganish uchun tadqiqot refleksi ishga tushadi. Va miya aynan mana shuni tadqiq qilish uchun dopamin gormoni ishlab chiqaradi. Bu uni kimyoviy formulasi. Bola qisqa roliklarni uzluksiz ko'rayotgan paytda miya uzluksiz ravishda dopamin gormoni ishlab chiqarishga majbur bo'ladi. Buning natijasida bolada dopaminga tobelik paydo bo'ladi. Xuddi narkomaniyaga o'xshab. Bola o'zining kerakli dozasini olmaguncha injiqlik qiladi. Harxasha qiladi, yig'laydi, yotib oladi, talvasaga tushadi va hokazo. Nima qilib bo'lsa ham o'zining dozasini olish kerak. Inson uzluksiz axborot qabul qilayotgan paytda uni fikrlash qobiliyati o'chirib qo'yiladi. Ya'ni inson bir vaqtda uzluksiz axborot qabul qilib va bir vaqtning o'zida fikrlash imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Doimiy dopamin ta'sirida faqatgina axborotlarni qabul qilish, faqat tadqiqot refleksida o'tirish fikrlash qobiliyatini pasaytirib yuboradi. Borib bolada
fikrlash protsessi shu qadar sustlashadiki, oddiy narsalarga ham fikrlashni xohlamay qo'yadi. Maktabga borishni xohlamaslik, maktabda o'qishni xohlamaslik aynan mana shu bilan bog'liq. Chunki maktabga borganda bola fikrlash kerak. U biron bir savolga fikrlab javob berish kerak. Umuman maktab bolani fikrlashga majbur qiladi. Bola esa fikrlashni xohlamaydi, chunki u doimiy axborot olishni xohlaydi. Ya'ni doimiy qisqa roliklarni ko'rishni xohlaydi. Ana endi mana shu proses davom etar ekan, bolani fikrlashi pasayib boradi. Bu tomondan gadjetlar bola salomatligi uchun ham, bola tarbiyasi uchun ham, kelajagi uchun ham juda ham xavfli. Bolalarimizni gadjetlar oldida soatlab o'tirishi ularni fikrlashdek noyob qobiliyatdan mahrum qilib borayotganligi bu oddiy gap emas. Biz aynan bor budimizni farzandlarimizni fikrlashi uchun tikyapmiz-ku. Biz nima uchun yashayapmiz? Farzandlarimiz yaxshi inson bo'lsin, kelajagi porloq bo'lsin deb harakat qilyapmizmi? Bu uni fikrlashi bilan bog'liq-ku. Agar gadjetlar oldida soatlab o'tirishiga bee'tibor bo'ladigan bo'lsak va kelajakda farzandlarimiz qanaqadir biz o'ylaydigan, biz kutgan, biz orzu qilgan inson bo'lib yetishmasa, biz farzandlarimizni ayblashga haqqimiz yo'q shunchaki. Va biz keyingi darsligimizda mana shu gadjetlarga tobelikni qanday qilib reabilitatsiya qilish mumkin, qanday qilib bolalarimizni sog'lom hayotga qaytarish va gadjetlardan faqatgina unumli foydalanishga o'rgatishimiz mumkin, shu haqida suhbatlashamiz. E'tiborlar uchun rahmat.